Siz ham somsa xamirlaringiz varo bo'lib chiqmaydi. Shu usulda tayyorlasangiz bittada o'xshab chiqadi. Qilib aytganda, shovul bargi qizil o'lagini, ranglarini chiqarib olamiz. 1-2 tomchi uksus solamiz. Oliy sifatli oltindon unlaridan solib, o'rtacha qattiqlikda xamir. Tingan xamirimizni yupqa qilib yoyib, orasiga omoqda yog' surib, ikkinchi xamirimizni yoyib ustidan yozib qilib o'rab olamiz. Varolarni qaranglar qanaqa chiqqan. Qolgan xamirlarni ham xuddi shunaqa usulda davom ettiramiz. Rostini aytaman, rangli somsalarni birinchi marta tayyorlash. Sizcha oldin tayyorlab ko'rganmisiz? Xamirlar shunaqangi kumir og'izda erib ketadigan darajada o'xshab chiqadi. Endi orasiga xohishga qarab nachinka solamiz. Men go'shtli, kartoshkali va qovoqli qildim. Tayyor tugilgan somsalarni shpashkaga chiroyli qilib terib chiqamiz. Ustilariga tuxum sepib, pishirishga duxovkaga jo'natamiz. Sizlarga bunaqa somsa yengili bo'ldimi? Siz tayyorlab ko'rgan bo'larmidingiz o'zi? Qarsillama bo'lib pishib chiqqan somsalarni Eurofoodda achchiqqina ajikalari bilan mazza qilib yeb olamiz.